Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu Usmoniy kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videorologimizda sizlar bilan mining orqali sarmoya tarzda Dogecoin kriptovalyutasini ishlash haqida o'rganib o'tamiz. Bugungi bizlarni pul ishlab olishimiz uchun kerak bo'ladigan ilovamiz, ya'ni Telegram hisoblanadi. Albatta, Telegramda Dogecoin generator nomli botimiz orqali biz pul ishlab olamiz. Albatta, bu botning manzili videomizning opisiyaniyasida hamda zakreplenining kommentariyada qoldirib ketaman. Manzilga bosganimiz xuddi shunday ochiladi va birdan start tugmasini bosamiz. Startdan keyin open generator tugmasini bosish orqali asosiy ekranga o'tib olamiz. Va biz asosiy ekranga o'tib olganimizda bizda xuddi shunday ochiladi. Bizda biz hech nima qilmaymiz, shunchaki avtomatik tarzda mining orqali pul ishlab olamiz. Xuddi shunaqa tarzda bizni miningimiz o'zi avtomatik ishlab turadi va biz bu yerdan yig'ilgan Dogecoinlarni pastga tushsak, mana shu yerda kapchani to'ldiramiz va get rewards tugmasini bosish orqali shu yig'ilgan bu yerda Dogecoinlarimizni o'zimiz asosiy hisobga turib olsak bo'ladi. Bu birinchi yo'li. Mining qanday oshirishimiz mumkin? Bu yerda mana increase bo'limi mavjud. O'sha increase ga kirsak, bu yerda yozilgan 24 soat ichida bir marotaba mining yig'ib olish hamda doimiy ravishda ya'ni hisobimizni yuritish. Ya'ni bir kundan kam bo'lmagan miqdorda har kun mana shu miningimizni yig'ib olib turishimiz kerak. O'zi avtomatik tarzda miningimiz ko'tarib boradi. Bu birinchi usuli mining orqali va ikkinchi usuli tasks, ya'ni bo'lim, mana shu topshiriqlar bajarib turib ham yana Dogecoin ishlab borsak bo'ladi. Bu yerda mana kunlik topshiriqlarni bajarganman. Shunchaki mana shu claimni yozamiz. Bizga reklama beriladi. 10 soniya, 15 soniya shu reklamani ko'rib bo'lgandan so'ng bemalol mana shu belgilangan coinlarimizni, ya'ni Dogecoin'imizni yig'ib olsak bo'ladi. Va keyingi yana bitta usulimiz bu games bo'limi. Games bo'limiga o'tsak, bu yerda mana shu 4 ta usulni o'yinimiz ham mavjud ekan. O'sha xohlagan bittasini tanlab turib, start digging bosib turib, mana shunda yana ishlab olsanglar bo'ladi. Bu o'yinni uncha tavsiya bermayman, chunki bu agar yutqizib qo'ysanglar o'zinglarning hisobinglardan ketadi. Agar yutsanglar, ya'ni pulinglar yana coininglar yana ko'proq oshadi. Va keyingi bo'limiz bu friends bo'limi. Friends bo'limi orqali biz mana shu botimizga o'zimiz do'stlarimizni taklif qilib yana pul ishlab olsak bo'ladi. Buning uchun mana shu yerda o'zimizni referral silkamiz mavjud. O'shani kopiya qilib turib do'stimizga tashlasak, do'stimiz o'tsa, do'stimizga ham hamda o'zimizga ham yetarlicha bonuslar beradi. Xo'p do'stlar, endi biz bu saytimizdan, ya'ni botimizdan qanday qilib pul ishlashni o'rganib o'tdik. Endi pul chiqarishga o'tamiz. Pul chiqarish uchun bizda bu yerda wallet bo'limi mavjud. Wallet bo'limiga kirsak, bizning hisobimizda qancha Dogecoin mavjudligi bu yerda namoyon bo'ladi va bu yerda minimal chiqarib olish summasi 0.01 Dogecoinni tashkil qilar ekan. Bu boshqa minimal kichkina. Qo'rqmasdan turib bunda mining orqali pul ishlab olsak bo'ladi. Xo'p. Pul chiqarish uchun mana yerda Dogecoin adresimizni kirgizamiz va pastdan withdraw to directly wallet deb bossak bo'ldi. Pullarimiz 24 soat ichida, ya'ni hisobimizga kelib tushar ekan. Hozirda botimizda 100% to'lovda. Qo'rqmasdan botimizdan pul ishlab olsanglar bo'ladi.